singan yoki parchalangan yurak sindromi ayollar uchun aynan xarakterlidir. Ayollarda yurak kasalliklariga oid belgilar erkaklarnikidan ozroq farq qiladi. Bunga ayol yuragi va qon tomir sistemasining o'ziga xos xususiyatlari va ayrim tafovutlar sabab bo'ladi. Birinchisi, ayol yuragining vazni 250-320 gram atrofida bo'lib, u erkaklarnikidan kichikroq, hajmi nisbatan kichik va devori yupqaroq, yog' to'qimi miqdori ko'proq bo'ladi. Ikkinchi, yurakni oziqlantiruvchi tosh tomirlar ancha ingichka bo'ladi. Uchinchi, yurak kasalliklari ayollar orasida kam uchrashiga sabab bu estrogen gormonidir. Ammo menopauzadan keyin estrogen gormoni miqdori kamayib, kasallanish ehtimolligi ortadi. To'rtinchi, yurak normadan 3, 5, 8 tagacha tezroq uradi. Beshinchi, agar ayollarda infarkt kuzatilsa, uning simptomlari kuchsizlik, ko'ngil aynish, tomoq og'rig'i kabi belgilar bilan kuzatilishi mumkin. Yurak og'rig'i kamroq uchraydi. Oltinchisi, yurak hissiy jarayonlarni yaxshi reagirlaydi. Natijada singan yoki parchalangan yurak sindromi ayollar uchun aynan xarakterli. Kamroq asabiylashsa, shuncha yuragi uchun foydali. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.